Bugun ertalabdan singlim bilan uni saloniga borishga kelishdik. Betda ko'rib turganinglardek hali ham uyqusirab uxlab yotibdi mashinada. Keyin kelib pitsa bilan 2 ta kapuchino zakaz qildik, chunki choy ichmagan edik, qornimiz juda ham ochib ketdi. Shunaqa anime ko'rib o'tirganimiz uchun 2 soatlik manikyurimiz 4 soatlik bo'lib ketdi. Keyin uzoq dizayn o'yladik. Men qanaqadir rozoviy, нежный, lekin необычный manikyur qildirgim keldi. Oxiri shu dizaynda to'xtadik. Tirnoqlar qilib qo'ydi. Mana qarang, chiroyli. Bunisi klubnichkali. Bunisi vishnyali. Sinema klient kelgandan keyin men ishxonamgacha peshkom yurib bordim. Havo ko'chada juda ham zo'r edi. Ham ishxonam sinema saloniga yaqin. Ishdan oldin shunaqa sir oladigan restoranga kirib ovqatlanib oldim va soat 7-8 da stretchingdan dars o'tdim. Zen yoga degan studiyada qizlarimdan biri mana shunaqa xayrli sizga deb kitob podarka qildilar. Juda ham xursand bo'ldim. Keyin uyga kelganimdan keyin kiyimlarimni alishtirib, uydagilar bilan choy ichib, xonamga kirib uxladim.